qiyomatga yaqin Makka yerlarida sodir bo'ladigan voqealar haqidagi hadis shariflari bilan tanishib chiqamiz. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam tog'lar joydan qo'zg'atilmaguncha qiyomat qoyim bo'lmas deganlar. Men Makkada bo'lganimda u yerdagi Ahadul Akhshabayndan bo'lgan Qo'yiqo'an nomli tog'ining tekislanib tashlanganiga guvoh bo'lgandim. O'z davrida Nabiy sollallohu alayhi va sallamning oldilariga ikki farishta kelib, ushbu tog'larni Qurayshning ustida ko'rishni istaysanmi deb so'rashgan edi. Bulardan biri Abu Qubays, ikkinchisi esa Qo'yiqo'an. Aynan Qo'yiqo'an tekislanib tashlandi. Soyasida payg'ambar alayhissolatu vassalam yurgan bu tog' yo'qotildi. Tog'ni yer bilan bitta qilishdi. Bular odamlar ko'zlarini ochishlari uchun ochiq oydin belgilardir. Axir dinimiz uyg'onishga chaqiradi. Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu sizlar Makka binolari tog'lardek bo'y cho'zishini ko'rursiz deganlar. Mening Makkaga birinchi safarim chog'ida hali tog'larga yaqin keladigan birorta ham bino yo'q edi. Hozir esa Makkada tog'lar cho'qqisini zabt etgan baland binolar qurildi. Men Makkadagi baland tog'lardan biriga ko'tarilganimda soat binosi bu tog'dan baland bo'lib turganiga guvoh bo'lgandim. Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu davom etib, qachon Makkani unda tuynuk ochilgan holda ko'rsangiz, ya'ni hozirda tog'lar orasidan bir qancha tonnellar ochilgan. Va tog'lardek bo'y cho'zgan binolarni ko'rsangiz, badahqiq soat o'z soyasini solibdi dedilar. Imom Suyuti ushbularni sharhlab aytadilarki, bu yerda soatdan murod qiyomat soati, ya'ni qiyomat yaqin qolganiga ishora qilingan deganlar. Ammo ushbu hadisni to'g'ridan to'g'ri ma'noda tushunadigan bo'lsak, hayratlanarli bir narsaga guvoh bo'lamiz. Bugun biz ushbu ulkan soat binosi Ka'baga o'z soyasini solayotganiga guvoh bo'lib turibmiz. Bu binoni arab tilida nima deyishadi? As-sa'a, ya'ni soat. Soat Ka'baga o'z soyasini solib turibdi. Hali kech bo'lmasdan turib tavba qilishga hamda solih amallarni qilishga shoshilaylik.